aka, pasportim. Aka, telefoningiz. Mana pasportingiz 6 oy 180 dollardan. Baraka aka. Uyingizga kelishimizdan sabab haligacha telefon to'lovini qilmadingiz aka. 1,5 oy bo'ldi. Bloklab qo'ysak, ishxonaga ham o'tmadingiz. To'lov vaqtida qilib qo'ying. Mana aka kartangiz, ushbu olgan kreditingiz shu plastik kartaga tushadi. Rahmat aka. Barakasini bersin. Aka, olgan kreditingizni ham vaqtida to'lamayapsiz. Bu narsani vaqtida to'lab qo'ying. Javobgarligi bor, bilasiz-a? Vau, mashina zo'r ekan lekin. Tesla monitor, круговой tonirovka. Aka, menga mashina yo'qdi. Ukam, o'shda ma'qul kelgan bo'lsa, shu yilga 3 million 800 mingdan. Barakam ukam. Baraka aka. Ukam, mashinani berganimga 1,5 oydan o'tdi. Hali 1 so'm pul bermadingiz. Keling, pulni vaqtida to'lab qo'ying. O'rtamizga sovuqchilik tushmasin, bir-birimizga qattiq gapirmaylik. Hamma ham inson bir-birini tushunadi. Keyingi safar bunaqa gaplashmasligimiz mumkin. Uy zo'r ekan aka, menga yo'qdi. Juda ham shinamgina. Uy yoqqan bo'lsa 50% boshlang'ich to'lovini qilasiz, 1 yilga sizga 20 milliondan qilib beramiz. Da baraka aka. Qo'y, uy olganingizga mana 2 oy bo'ldi. Siz ham to'g'ri tushuning. Agar 3-oyga to'lov qilmasangiz, uy bo'shatib qo'yishingiz kerak. Biz ham ustimizda rahbarlarimiz bor. Barakam ukam. Baraka aka. Da baraka aka.